Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu vitamin C to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlamoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Vitamin C badanda ishlab chiqarilmaydigan va cho'qim yemekliklar orqali erishish zarur bo'lgan suvda eriydigan bir xil vitamin. Badanimizning bu vitamin C'ga bo'lgan ehtiyoji bak yuqori emas, biroq cho'qim yemekliklar orqali erishishimizga to'g'ri keldi. Endi bu jadvalda ko'rayotganingizdek, shu o'xshamagan yoshdagi insonlarningki vitamin C'ga bo'lgan kundalik ehtiyoji ya'ni 40 milligrammdan eng ko'p bo'lgan vaqtida 120 milligram bo'lib, bu nihoyatda oz miqdor biz kundalik har xil yemekliklarni bo'lib yelimishlarni, seykuktatlarni normal iste'mol qilish orqali badanningki bu vitamin C'ga bo'lgan kundalik ehtiyojini tamoman qamdab ketishimiz mumkin. Bu bola tug'ilib 6 oygacha badanningki kundalik vitamin C'ga bo'lgan ehtiyoji 40 milligram atrofida bo'lib, bu bovoqlar bu vitamin C'ga shu ona suti orqali tamoman erishishi mumkin. Undaqda bu yerda bu bovoqlarningki vitamin C'ga bo'lgan ehtiyojini qanday qanday qilish kerak degan vaqtida albatta ona, ya'ni bovoqni emitayotgan ona shu har xil vitamin C mo'l bo'lgan har xil yelimishlarni, seykuktatlarni yetarlik iste'mol qilishi bak muhim. Bovoq 7 oydan 12 oygacha kirgan vaqtida bovoqqa boshqa yemekliklarmi qitildigan bo'lib, u vaqtida shu vitamin C bo'lgan ehtiyoji ya'ni 50 milligrammga yetib bordi. Bu bovoqninki o'ziningki qo'shimcha qilib sutdan, ona sutidan boshqa qo'shimcha qilib iste'mol qilgan yemekliklariga tayinib bu vitamin C'ga erishilishi tamoman mumkin. Bo'libmi shu bovoqlarga har xil seykuktat yelimishlarni yasalgan bulmoqlarni berish bolaninki shu vitamin C'ga bo'lgan ehtiyojini qondirishda nihoyatda muhim. 1 yoshdan 3 yoshga kirgan vaqtida taxminan bu vitamin C'ga bo'lgan ehtiyoji burunqi oldin 3dan 1 hassa tuvan bo'lib, ya'ni 15 milligram vitamin C bo'lsa kunda yetarlik. 4 yoshdan 8 yoshgacha 25 milligram, 9 yoshdan 13 yoshga 45 milligram, 14 yoshdan 18 yoshgacha 75 milligram. Andan keyin u vaqtda albatta vaqtida o'g'il bola bilan qiz bola orasida ozroq farq bor. Ko'rayotganinglardek shu ig'royoq bo'lgan ayollarda va bola emitayotgan onalarda bu vitamin C bo'lgan ehtiyoji burunqidan xilila ishib bordi. 19 yoshdan oshgan vaqtida eng ko'p bo'lgan vaqtida, ya'ni yuqorida men deb o'tgandagidek 120 milligram, ya'ni kundalik vitamin C'ga bo'lgan ehtiyoji 120 milligramga yetib bordi. Mayli shu 40 milligram bo'lsin, mayli 120 milligram bo'lsin, bu nihoyatda oz bir miqdor bo'lib, biz normalda tomoq tanlamay har xil tomoqlarni iste'mol qilsak, badanimizningki bu vitamin C'ga bo'lgan ehtiyojini tamoman qamdab ketish mumkin. Undaqda bu vitamin C niki badanimizdagi xizmati va roli qandaq bo'ldi, yoki bo'lmasa vitamin C badanda nima muhim xizmatlarni o'taydi degan vaqtida birinchisi
ost xarakterlik kasallik xavfini töveltishi mumkin. Ya'ni bizniki immunitet kuchi badanning immunitet kuchini yuqoritish uchun bizniki ost xarakterlik kasallikka giribtor bo'lish xavfini töveltishi mumkin. Ikkinchisi yuqori qon besimini kontrol qilishga yordam berishi mumkin. Uchinchisi yurak kasalligiga giribtor bo'lish xavfini töveltishi mumkin. To'rtinchisi qondagi sudik kislotasini töveltib bo'g'im yallig'ining oldini olishi mumkin. Beshinchisi temir kamligining oldini olishi mumkin. Oltinchisi immunitet kuchini oshirishi mumkin. Yettinchisi yoshning cho'ng'ishiga ergishib esda tutish va tafakkur qilishning tuvalab ketishining oldini olish, ya'ni esda tutish va tafakkurni qo'g'dishi mumkin. Bu yerda alohida eskartib o'tadigan bir ish, bizningki sog'lomligimiz hech bir zamon toq bir omilga bog'liq bo'lib qolmasdan, eng muhimi nurg'unlagan omillarniki o'rtaq ta'siriga uchraydi va uningki tangpungligi asosida bizningki salomatligimiz kapolatga ega bo'ladi. Shu sababdan har qandaq bir toq bir omilniki o'ynaydigan roli cheklik bo'lib, u faqat boshqa omillarniki o'rtaq ta'siri ostida onundan keyin bizningki salomatligimizni kapolat qiladi. Shunglashqa biz shu mayli vitamin bo'lamdi, mayli boshqa muhim zarur bo'lgan moddalar bo'lsin, ularningki rolini, ya'ni ahamiyatini ta'kidlash bilan birga ularningki rolini, ahamiyatini alohida ko'ptirib etmasligimiz kerak deb qaraymiz. Shu sababdan bu yerda shu mayli vitamin C bo'lsin yoki boshqa vitaminlar bo'lsin, badanda nihoyatda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlash bilan birga badanning salomatligining toq bir omil bilan munosabatli bo'lmasdan, balki ko'p xil muhim modda, muhim omillarning o'rtaq ta'siridan keladiganligini men ozroq qo'shimcha qilib o'tay dedim. Undaqda vitamin C kam bo'lgan vaqtida qandoq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida, birinchisi teri qurish va yiriklishi, donixo'rak ko'p chiqishi mumkin. Ikkinchisi oson zaxmi bo'lishi va zaxma oson saqaymasligi, ya'ni zaxmining saqayishi keyni kechib ketishi mumkin. Uchinchisi burun, tish va teri oson qonishi mumkin. To'rtinchisi badanning immunitet kuchi tuvanlash, oson horg'inlik his qilish mumkin. Beshinchisi bo'g'imlar oson og'rish va oson ishib qilish mumkin. Oltinchisi sababsiz samirib qilish yoki badan ig'irligi ishib ketishi mumkin. Yettinchisi so'ngak ojizlab ketishi yoki so'ngak oson sunib ketishi mumkin. Mush xil ahvollar bo'lgan vaqtida biz vitamin C kam bo'lishi mumkin deb o'ylasak bo'ladi va bu haqda tekshirib ilib berishimizga to'g'ri keldi. Albatta, bu xil ahvollar yolg'iz vitamin C kam bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan ahvollar bo'lmasdan, yana boshqa sabablardan kelib chiqishi mumkin. Shunga ba'zida faqat mush kasal alomatiga qarabla kelsa, menda mandaq vitamin C yoki boshqa vitamin kam bo'pti deyish biroz qiyin. Albatta, u xil ehtimollik yuqori bo'lishi mumkin, lekin eng oxirida tekshirish orqali anandan keyin jazmlashgan bir javobga erisha olamiz. Bu ko'rayotgan rasmda ko'rayotganinglar shu vitamin C kam bo'lgan vaqtida ko'p uchraydigan ahvollar bo'lib, sol tarafdagi tilimizdagi o'zgarish, anandan keyin tishimizdagi shu yoki teri ostida qonashningki ahvollari, shundaq ahvollar ko'rilgan vaqtida vitamin C'ningki kam bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lgan bo'ladi. Undaqda bu vitamin C
qandaq yemekliklarda mo'l bo'ladi degan vaqtida men yuqoridami deb o'tdim. Odat vitamin C mushu har xil yelimish va say ko'ktatlarda nihoyatda mo'l bo'lib, bo'libmi bak mushu chuchuk, ochiq chuchuk mushu yelimishlarda nihoyatda ko'p. Shunglashqa biz mushu chuchuk bo'lgan yelimishlarni va say ko'ktatlarni iste'mol qilish orqali normalda badanimiz ehtiyojli bo'lgan vitamin C'ga tamoman erisha olamiz. Shu sababdan agar biz mushu oziqlik tangpungligiga alohida diqqat qilsak, bu yemeklikning sirtida alohida vitamin C'ni qo'shimcha qilib iste'mol qilishimizningki hech qanday zaruriyati yo'q. Badanning vitamin C'ga bo'lgan kundalik ehtiyoji nihoyatda oz, ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek kunda 40 milligrammdan eng ko'p bo'lganda 120 milligrammgacha vitamin C'ga ehtiyojli bo'lib, tarkibida vitamin C mo'l bo'lgan yemekliklarni muvofiq iste'mol qilish orqali badan ehtiyojli bo'lgan vitamin C'ga yetarli erishgili bo'ladi va badanda osonlikcha vitamin C kamlik kelib chiqmaydi. Agar badanda vitamin C kam bo'lmasa, vitamin C dorilarini iste'mol qilishning hech qanday hojati yo'q. Men burungi leksiyalarimda ta'kidlab o'tgandagidek, vitaminlar nihoyatda muhim bo'lsa-mu, lekin u deganlik cho'qim biz vitamin dorilarini iste'mol qilish orqali salomatligimizga kafolat qila olamiz deganlik emas. Biz faqatla normal oziqlanish orqali badan ehtiyojli bo'lgan vitaminlarga tamoman erisha olamiz. Shunga bizningki odatda badanimizda vitamin C kam bo'lmasa, u yemekliklarning sirtidan yana qo'shimcha qilib vitamin C dorilarini iste'mol qilishimizning hech qanday hojati yo'q. Undaqda qandaq ahvol ostida bizningki mush vitamin C dorilarini iste'mol qilishimiz zarur degan vaqtida birinchisi men yuqoridami ta'kidlab o'tdim, badanda vitamin C kam bo'lgan vaqtida. Ikkinchisi normal oziqlanish orqali vitamin C'ni to'liqlash qiyin bo'lgan vaqtida va yoki bu vitamin C'ni to'liqlashga uzun vaqt ketgan vaqtida. Bu yerda hamda mushu vitamin badandagi vitamin C'ning kam bo'lishi ig'irlashgan ahvol ostida biz mushu tomoq tanlash va boshqa sabablar tufaylidan yoki bo'lmasa vitamin C mo'l bo'lgan yemekliklarni iste'mol qilish sharoitimiz bo'lmaslik tufaylidan bu badandagi kam vitamin C'ni to'liqlanmagan vaqtida yoki uni to'liqlashga uzun vaqt ketgan vaqtida biz vitamin C dorilarini iste'mol qilsak bo'ldi. Uningdan boshqa yashanganlar va homila ayollar, ya'ni yashangan va homila ayollar ba'zi tomoq tanlash, ya'ni o'xshamagan tomoqlarni iste'mol qilishga ko'ngli bormaganligi yo undaq bir sharoit bo'lmaganligi uchunmi biz shu vitamin C mo'l bo'lgan yemekliklarni vaqtida iste'mol qilamasak, bu vaqtida uning o'rniga shu vitamin C dorilarini iste'mol qilishimizga to'g'ri keldi. Uningdan boshqa ahvol ostida, ya'ni bizningki har xil sayko'ktat va shu yelimishlarni iste'mol qilish sharoitimiz bo'lgan vaqt ahvol ostida bizningki uning sirtida vitamin C dorilarini iste'mol qilishimizning hech qanday hojati yo'q. Undaqda biz mushu qarg'ularcha vitamin dorilarga cho'qinib yoki vitamin dorilarini men iste'mol qilsam cho'qim sog'lom bo'laman deb ko'p miqdorda vitamin dorilarini iste'mol qilgan vaqtida bo'lib, vitamin C dorilarini badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqishi mumkin degan vaqtida birinchisi ko'ngli aynash, qusish paydo qilishi mumkin. Ikkinchisi yurak sanjiqini keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi oshqozon beoromligini paydo qilishi mumkin. To'rtinchisi bosh og'riqini va boshqa aks ta'sirlarni paydo qilishi mumkin. Beshinchisi börekda tosh paydo bo'lish xatarini oshirishi mumkin. Agar kuniga iste'mol qilgan vitamin C'ninki miqdori 2000 milligrammdan yuqori bo'lsa, nurg'un yomon oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Demak, bu yerda vitamin C
bizningki sog'lomligimizda yolg'iz vitamin C emas, har qandaq vitamin bizning sog'lomligimizda nihoyatda muhim. U deganlik cho'qim biz vitamin C dorilarini ko'plab iste'mol qilsak, biz shuncha sog'lom bo'lamiz deganlik emas. Agar vitamin C'ni biz badanimizning ehtiyojidan ortiq iste'mol qilib yuqorqidek yomon oqibatlar kelib chiqishi, ya'ni vitamin C bilan zaharlanishi mumkin. Shunglashqa biz har qandaq vitamin dorilarga nisbatan bir xil qarg'ularcha cho'qinish pozitsiyasida bo'lmasdan, balki bu tabiiy yemekliklardan, ya'ni normal yemekliklardan, tampon yemekliklardan iste'mol qilish orqali, ya'ni o'xshamagan yemekliklarni iste'mol qilish orqali badanimizningki bu vitamin C bo'lamdi va yoki boshqa vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini tamoman qondirib ketalaydiganligimizni, uning sirtida shu vitamin dorilarga qarg'ularcha cho'qinib, uni iste'mol qilishimizning hech qanday hojati yo'qligini men qarindoshlarga yana bir qitim ta'kidlab o'tmoqchi. Bugungi bu vitamin C to'g'risidagi leksiyani mishat oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki ko'ngil diqqat berib anglag'anlarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammalarni salomat qilsin. Xayri xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.